Qashqar ayni zamanda Marco Polo Jungo'ga kelgandan keyin ko'rgan tunji cho'ng shahar. Qashqarning janub tarafiga Qurumteri, shimoliy tarafiga Tangritog' joylashgan. Toshqo'rg'on daryosi, Qizil daryosi, Gaz daryosi, Ko'san daryosi, Egizyor daryosidan iborat 5 daryo bu yerga qo'shilib, Yakan daryosi suv sistemasini hosil qilib, bo'stonliqlarga hayotni kuch berishlaydi va madaniyatni jo'lolantiradi. Bu suyning mo'lliqidan ko'ajib oqadigan mo'jizaviy daryo. Barliq mo'jizalar bir cho'ng shaharga mujassamlangan. U bo'lsa-mu bag'rikang, sehriy kuchga to'lgan cho'ng shahar Qashqar. Har kuni saharda Qashqar Hedgoh jamoasidagi bomdod namoziga aytiladigan azon bilan tang shaharning qaynom toshqinliq bir kuni boshlanadi. Sayohat yetakchisi Oliya birinchi turkumdagi sayohatchilarni Qashqar Konishar rayoniga boshlab keladi. Uning tog'isi Turdi hojimi do'konini dal vaqtida yechib, yana bir kunni kutib oladi. Turdi hoji Uyg'ur doğruluq choy savdogari. Uning Qashqar bozorida bu savdoni qilayotganiga 25 yil bo'ldi. Bu bir doğruluq choychilar jamiyati. U jamiyatida doğruluq choy tijarati qilayotgan 5-avlod choychi. U har kuni jiyan qizi Oliyaning tunji turkumdagi sayohatchilarni kutib olgandan keyin do'koniga kelib birdam orom elib olishni kutib turdi. Turdi hojiga o'xshamaydigini, garchi jiyani Oliyami mushu doğruluq choychilar jamiyatida tug'ilgan bo'lsa-mu, ammo u erkin ozoda, moda qo'llashadigan, ritmli turmushga bakrak intiladi. Oliya nurg'un shaharlarga berib boqqan. Uning nazarida Qashqar haqiqiy cho'ng shahar. Har qanday cho'ng shahardanmi bakrak jalbkor. 老城里有99条巷，99个故事，这就说明老城里街道确实很多，就像有我自己的名字一样，那些街道的名字也一个比一个取得特别。Tağısı Turdi hoji Qashqarni bir piyola xushbiroq doğruluq choyga o'xshatdi. Bu nuqtadan aytganda har bir hayotlikning bu yerdan huzurlanish tuyg'usi o'xshamaydi. Bir piyola doğruluq choyga va bir bozorga bu qadimiy shaharning qadimdan tortib hozirgacha bo'lgan hayotlik iznolari, qismat kechirmishlari singib ketgan. Ota-bobolarimiz ham azaldan shu choy hurmat deb qo'yar ekanmiz. Ham bir mehmon kelsa, ular mehmonlik shu davat silib, zarfa silib, choy damlab mehmon do'stlik ifodalaydi ekan. Qashqar qadimiy Ipak yo'lida sharq-g'arb savdosidagi eng muhim tugun bo'lgan. Har xil tovarlar va madaniyatlar bu yerda o'zaro yug'urilib ketgandan boshqa, joy-joylarning turmush shaklimi bu yerda o'zaro ta'sir ko'rsatib yug'urilib ketgan. Uyg'urlarning do'st birodarlar yig'ilib choy ichish, choy orqali mehmon kutib olish tarixi 1000 yildan oshdi. Ayni zamonlarda dunyoning har qaysi joylaridan kelgan savdo karvonlari bu yerda har xil choylarning xushbiroq ta'midan hozirlangan. Ham choydan iborat bu ajoyib sharq yo'pirmiqini dunyoning har qaysi joylariga elib borgan. Uyg'urlar qizil choy va qora choyni eng yaxshi ko'rdi.
Jungoning janubi rayonlaridan keltirilgan choy uzunga so'zilgan Ipak yo'lida uzluksiz ichib, o'zgacha kuchli ta'mga kirgan. Chegara rayonida choyning sipoylik bilan munosabati yo'q. Bu yerda choy tirikchilik bo'yimi. Cho'llikda yoki Ipak yo'lida kala qo'y go'shi asosli yemaklik qilinadi. Ko'proq choy ichganda yemeklikdagi yog' moddasining ta'siridan xalos bo'lib, havo klimatga ko'nalmaslik alomatlarini tugatgili bo'ladi. Org'inlikni yo'qotib, ruhni urg'utqili, badanni kuchlantirgili bo'ladi. Shundaqla mijoz xarakter jihatdan eng zo'r darajada kang qo'rsoq bo'g'il bo'ladi. Choyga yana har xil ta'mlarni qo'shib tanishgili bo'ladi. Achchiq, tatliq, chuchmal, tuzliq degandek har xil ta'mlar singdirilib, tadrij holda Qashqarning o'zgacha do'rliq choy madaniyati shakllangan. Bu mahsulotlarning hech qanday bu yerning o'zidan chiqmaydi. Ammo joy-joylarning mahsulotlari bu yerga yig'iladi. Qashqarning umumiy ahvoli mana shunday. Bir piyola choy, bir bozor, bir dunyo. 同学们打开书，翻开144页。大熊猫是中国最有名的动物，它的头圆。 Oliya har haftada ishdan sirtqi vaqtlarda Hanzu tili, ingliz tili kurslarida qatnashadi. Bunday kurslar hozir bu yerda nihoyat ko'p. Hukumat boshqurishidagi kurslarmi, shaxslar boshqurishidagi kurslarmi bor. Shundaqdimi, kursga qatnashganlarning ko'pligidan ehtiyojni yanada qondirg'ili bo'lmaydi. Dunyo bilan bo'lgan savdoning shakllanishiga Uyg'ur doğruluq cheyi sabab bo'lib qolmay, yana buningga Qashqarning sehri kuchimi sabab bo'lgan. Abi ish baksa bo'lgandiki. Bu yerga kelib ketirganlarning oyiqi uzilmaydi. Sayohatchilar, savdogarlar turkum-turkumlab kelib turadi. Necha yuz xil til bu shaharda tang mavjud bo'lib turadi. Aloqa va berish kelish yanala eng muhim ish hisoblanadi. Hanzu tili Ali Baba va 40 qaroqchi hikoyasida kunjut ishikni osh deb g'azinni oshqandek rolga ega. 我工作当中深深的感觉到了这个语言确实特别重要，来特别多的人，不同的国家、不同的民族、不同的种类，1万个人都是1万的事情，我都能会学会，哪怕一点点也行。里面也是这么好看呢，还是什么样的感受一下？ Turdi Hacı savdo mahir. Uning doğruluq çayları o'zining do'konida setilib qolmay, yana har qaysi choyxonalarmi uning cho'ng xaridorlari hisoblanadi. Uyg'ur choyxonalari Janubiy Jungoning choy oshpazlariga o'xshab ketadi. Bu yerda choy bo'lib qolmay, yana oddiy g'izolarni chiqariladi. Bir cho'gin choyning bahosi aran 5 yuan. 3-4 odam bir cho'gin choyni ichgash jimjitlikdan ham do'stlar aro kang kushadi paranglashdan huzurlanadi. Ammo bozordagi choyxonalar ijtimoiy aloqa so'riniga o'xshaydi. Shundaqla bu yer har xil uchurlarning tarqalish manbasi. Kishilarning bu yerda almashtirdig'ini tovar emas, balki ko'nglidagi gap so'zlar va uchur. Oliyamo bu yerga kelib, Qashqarning o'zgacha puruqidan huzurlanishga amroq. Bugungi kunda Qashqar Jungoning eng g'arbidagi iqtisodiy alohida rayonga aylanib, qadimiylik bilan zamonaviylik bu yerda tang mavjud bo'lib turmoqda. Cho'ng shaharning cho'nlig'i uning uzluksiz yengilib turish iqtidorida gavdalanadi. 感觉虽然我们在喀什噶尔老城里生活，虽然是原貌上看上去一样的，不过其实也不是。那些商场呀，然后开的那些店之类的，都很现代的，跟那个很时尚。 Darvozning sirti bozor.
Bozorning sirti dunyo. Suv bilan o'simlikning aralashmasidan choy hosil bo'ladi. Daryo bilan quruqlikning bir-biriga tutishib, tang mavjud bo'lib turishidan yurt shakllanadi.好，创作人是谢二丽、二满提，1800元，3000元继续加的还有吗？3000元，3200，谢谢3500，谢谢18000，执行好您的，感谢，好，再给点掌声。Şu var şekilde kenara bırakırız ama. Selindir şunu ama. Mava köptürüplik şekil. Beyjingdan 4500 kilometr yiroqlikdagi Xinjiang Makit noyisi 7-yezi o'tir maktabning bir ig'izliq sinfida dehqon rassom Shir Ali boshlang'ich maktab o'quvchilarining rasm chizishiga yetakchilik qilib o'tadi. U kim ortiq qilib setilgan dehqon rasmning ijodchisi. Qashqar Makit noyisi Yakan daryosining o'tir iqimiga joylashgan. Rassomlik, muqam, mashrab qatorliq har xil san'at shakllari bu kichikina nohiya bozorida yiltiz topgan. Ham bir turkum al ishchi san'atkorlarni yetishtirgan. Yosh dehqon rassom Shir Ali ana shularning biri. Makit dehqon rasmlari 19 asrninki oxirgi mezgilda Shvetsiyalik dangliq ekspeditsiyachi Sivinidan Mushizdan ma'lum bir dehqonni o'ziga yo'l boshlashga taklif qilgan. Bu dehqon o'zaro fikr almashtirishda qiynalib qolib, ifodalamoqchi bo'lgan o'y fikrini resim orqali ifodalagan. Resim orqali chizib, men mana demoqchi, mana qilmoqchi degan narsani o'zaro resim orqali chizib ifodalab. Qashqar xuddi nurg'un daryoning qo'shilishidan hosil bo'lgan dengizga o'xshaydi. Har bir daryaqini bu yerga naqsh bo'lib qo'yilgan. Bu yerda har millat kishilari oralash o'ltiraqlashgan. Tiliziq o'xshamag'achqa rasm chizish kishilarning aloqasidagi eng bevosita shaklga aylangan. Qashqar dehqon rasmlari dastlabda bir xil xotira qoldirish va aloqalashish quroli sifatida mavjud bo'lib turgan. Uzoq zamonlargacha ba'zida gullanib, ba'zida xaroblashib, izchil bir izda to'xtab qolgan. Ham san'at sohasining diqqat e'tiborini qo'zg'ayolmagan. Ammo dal mushu sababdan Qashqar dehqon rasmlari sirtqi madaniyatning ta'siridan, zarbisidan izchil xoli bo'lib, asli uslub mukammal saqlanib qolgan. Dolan dehqon rasmlarining taraqqiyotidagi sabab uning o'zi xos alohidligi bo'lishda boshqalarni yoqtirishlik sabab shu. Burunqi dangliq Dolan dehqon rasmlarininki rasm uslubi, ifodalash uslubi, turmushni qanday ifodalaydi, uning qanchalik alohidligi va mushjatga tadqiqotni taxmi yaxshi chunqurlashtirib. Shir Ali bu vaqtda bir dodil o'yga keldi. Yana u Qashqar dehqon rasmida 100 yillar mobaynida shu yerning ishlab chiqarish, turmush ahvolida tema qilingancha, garchi oddiy soddalik, sopliq, o'zgucha uslub namoyon bo'lsin, ammo real tasvir ziyoda ta'kidlanib, go'zallik tuyg'usi kamchil bo'lib qolganligini ko'zda tutib, portret temasini Makit nohiyasining jalbkor, go'zal manzarasi ichiga elib kirmoqchi bo'ldi. Rahmon Oqsoqol 70 yoshga kirib qoldi.
Buningdan 20 necha yil ilgari uning Molosul sotlig'i nomli asari Fransiya Louvre sarayida saqlashga olib qilingan. Bu Dolan dehqon rasmlari hozirgacha erishgan xalqarodagi eng yuqori shon-sharaf. Shirali bu qitimqi ziyoratidan belgilik hosilotga erishishni umid qiladi. U Rahmon Oqsoqol sizgan rasmlardan butunlay yangicha bo'lgan ijodiyat uslubiga va rasm sizish ilhomiga erishish istikida edi. Nima uchun? Cho'ng'lab kelsang, mashqingni yaxshi qilolmaysam, endi prima cho'nglar qurbonlar rozidan beraman.我知道夸张。Niyaz bu yıl 12 yaş. Gerçi onun darvazlık mektebide məşq qılıbatqınıga 2 yıl bo'lgan bo'lsa-mu, amma məşqning jafosidan hozirmi fazla yig'lab ketdi. Adil Darvazlıq Məktibi 2013 yılının 5'inde kurulgan. Bu məktəbnin qurğucusu Pələk Şahi deb namı var Adil Hoşur.你们坐着喝面，你们坐好，坐好，把喝脚跟并起来啊。 Feng Shenjang Arayal balalarning serik darsi o'qituvchisi. Ular ömrünün tangdan to'lisini serikdan iborat yuqori chakka jang e'lon qilish bilan o'tkazgan san'at sohasidagi bir juftlar. Darvozliq maktabidagi bolalarning ko'pinchisi Qashqar o'zidan bo'lib, bu maktab alohida kechirmishi bor bu bolalarning eng illiq oilasiga aylangan. Amma Darvozliq maktabi parnik emas. Balki balalar Po'lat arg'amchida menishni eng yuqori o'lchamda mashq qildigan joy. Keskin raqobatga to'lgan bu dunyoda ular cho'qim o'zlariga mangu asqatadigan ma'lum o'zgacha mahoratni yetildirish kerak. Mushu sababdan har kuni atdigandagi asosiy mahorat mashqi bu balalar eng qiynaladigan mashq bo'lib qolgan. Niyazning ham savoq songlisi Gulining Darvozliq maktabiga kirganiga amdili 2 oy bo'ldi. U bu yil 9 yosh. Bu yerdagi bolalarning eng kichigi. Maktabning ahvoliga u tezdan o'zlashishi kerak. 6, 7, 8, 9, 10. 换一个，别来。Kanan ba? Ha? İbrahim Niyazning eng yaqin do'sti. Shundaqla ular bir-biriga eng kuchli raqobatchi. U kapsiz, ammo baqobiliyatli. Asosiy mahorat mashqida u odatdan tashqari astoydil bo'ladi. 杂技谁都知道，是一门艰苦的艺术，或者是干痛苦的艺术。你在杂技团，如果能待得上3年5年，说的这个行业啊，你干什么事也干得成，这是肯定的。
Sen. Talep ettiniz mi? Ha? Xonan Changshada o'yin ko'rsatib, amdili qaytib kelgan Odil mudir bugun maktabga qaytib keldi. Balalar uni dada deb chaqirishga amroq. Sen ana sendek yama edem yok-ku ananda. Meydan kötürep uqtыңma. Erstek manda. Nuqul uzanlar uzanıp qarın yok. Juvatçıdek bunu çörsen olmaydı uqtыңma. Sen manda uzun. Qo'g'dinish tadbiri qo'llanilmagan Polassimda Odil Oshur dunyo bo'yicha mang'an tunji odam. U Sansha bo'g'zi Jo'jang daryosidan muvaffaqiyatli o'tgan. Changisimon maydonga tortilgan Polassimda 60 kun yashab, Ginness dunyo rekord yaratgan. U Qashqarda al orasida tortilib yurgan an'anaviy darvozlik san'atini har qanday odam opirin o'qimay turolmaydigan yuqori saviyaga yetkazdi. U G'arb rayonining bu xil yuqori chekka jang e'lon qilish san'atining keng tarqalishi uchun bu bolalarga tanqonliq saqlash mahoratini o'rgatdi. U bolalarning aman bir kuni cho'ng shahar Qashqardan chiqib, texnik keng sahnalarga qadam qo'yganligini bildi. 人们心里就是看这个大娃子人就是一个英雄，这是他的心里这种勇敢的人能走到这个上面，没有任何保险，就一条钢丝，就一个人。 Niyaz adam, bunda kalma. Kusura. Acha mera acha. Ken kaldırsıra. Ha, yaxshi. Qasam qaytiga. Niyaz gerçi texi bolaligini tashlamagan bo'lsa-mu, ammo uning darvozlik san'atiga bo'lgan qiziqishi kuchli ham mustahkam. Çok tırsmadım görünme. Emniyeti bana söyleme, düşündüm ha anneme. Zikka beni yapıyor. Şan bir günüm senin bağrın sen mehriban anam senin bağrın sen mehriban anam sen dünyada mehriban anam. Taş, g'ishlarni qo'parganda sepil hosil bo'ladi. Chiniqqanda yetilgili bo'ladi. Mashq orqali tangpo'nlikni saqlag'ili bo'ladi. Darvozlikni mashq qilgan bolalar yer yuzidagi zamonaviy turmushga qiziqib ketmaydi. Ularning g'oyasi havo bo'shlig'ida menib, kishilarni osmonga qaratish. Ruh yanili o'zgarmaydi. Fakat aşu deryalar kurup gitmişler.